Assalamu alaykum aziz yurttaşlar. Urganch shahrida Sanjar to'yxonaning yanında yo'l atdım yaqin yerda. Yarım planjay bir qavatli 100% tayyor suv gaz svetlari girib turibdi. Garajına ega. Ish mushtaki. Yan tarafimizda yana parkovочный месталар ham bor, собственный. Seychan qismi bilan danishaveramiz. Eldarangda quyilib turibdi. Fasadlarimiz bitgan. Alifol olingan shiferlarimiz ham bitgan. Suv gaz svet shotchiklari o'rnatilgan. Bu yerimiz garaj, bu yerimiz ham fon berilgan, registrlar o'rnatilgan. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshikdan o'rnatilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverishda dolan qismimiz ichining keng uzun tushgan. Oboydan chiqib turibdi, patologlarni ishlangan chiroyli qilinib. Zalimiz bo'ladi bu yon taraf. Bu yerda yana rakovinalarimiz qo'yilgan, zerkalar qo'yilgan, suvlar kelib turibdi. Gilamlar döşelengan, pollarimiz laklangan, mo'ysha oboydan chiqib turibdi. Eshiklarimiz ham sifatli, yaxshi eshikdan o'rnatilgan yurtdoshlar. Koronalar ham urilgan ekan nalchiklar bilan. Konser qo'yilgan. Bu yerimiz zal. Zalimiz ham kengina tushgan ekan. Bir zal, ikki spalni tushgan. Registrlar o'rnatilgan yana zamonaviy. Alfel kotel qo'yilgan yaxshisidan, turistisidan. Bu yerimiz spalni. Bu yerimiz ham yana yarki oboy urilgan, mo'yshi gilamlar qummatundan döşelengan. Eshiklarimiz lekin sifatli ekan, og'ir eshik ochganda bilinib turibdi. Bu yonimizda yana bir spalni. Bu yonimiz oshxona. Oshxona ham keng tushgan, suv turbalar kelib turibdi. Santexnikalari bitgan yana. Fartuqlar urilgan, oboydan chiqqan. Mo'r uchun yana ventilyasiya qoldirilgan. Bu yerimiz yana bir spalni, o'ttiz taraf oynasi tushgan. O'ng tarafimizda o'ttizga chiqadigan xotimiz, chap qo'limizda sanuzeli. Ariston qo'yilgan, rakovinalarimiz bor, unitaz, vannalarimiz paket qo'yilgan. Двухконтурный kotelimiz yana stabilizatorlari bilan yaxshisidan qo'yibdilar. Alfel kafedan chiqqan 100%. To'chamiz ham zo'r yerda joylashgan. Sanjar to'yxonaning yanında. Gaz shotchiklari o'rnatilgan. Bu yon tarafimizda sening otizam bor. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak, 650 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Kvartira, uy-joy sotaman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun shu ekrandagi nomerlarga chiqsangiz yordam etamiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelinchalik sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.